Men sizga aniq ayta olaman, bu narxga bu lakatsamzadan bunaqa xonadon topa olmaysizlar. Uyimiz uglovoyda joylashgan, darvozaxonasi tunika fon bo'lgan, hovlilarni kengligiga bitta e'tibor bersangiz-chi, faqatgina fasadini bitirib olsangiz bo'ldi. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan bo'lsa, shunaqa chiroyli remontli bizani kutib oldi. Birinchi xonasi ayollarimizning sevimli bo'lgan oshxonasi, ro'parasida bo'lsa kattagina chiroyli mehmonxonasi joylashgan. Endi mehmonlarni qo'rqmasdan chaqiravering. Bunaqa mehmonxonamizdan yana ikkita bor. Ikkinchi xonasi bo'lsa kattalar uchun yotoqxona, shundoqqina yonida birinchi qavat umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Ikkinchi qavatida bo'lsa yana 4 ta xona joylashgan. Umumiy hisobda xonadonimizda 6 ta xona, maydoni 2 sotiq, uyimiz radiator hamda to'pli pol asosida isitiladi. Aytmoqchi, siz bozorchi edingiz, bu uyimizdan Abu Sahiy bozorigacha atiga 6 kilometr. Uyimiz Erkin postidan o'tganingizda Zangiota ziyoratgohidan 1 kilometr kirganingizda Ishkomli ko'chada joylashgan. Narxini $117 ming so'rashyapti, yana kelishiladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda.